Bugun sizlar bilan aliment to'lovchilar haqida gaplashamiz. Aliment to'lovchilar kimlar? Aliment to'lovchilar er, aliment to'lovchilar xotin, aliment to'lovchilar ota-ona, aliment to'lovchilar farzandlar yoki farzand. Bu shartli ravishda turda nomlaganimning sababi, agar farzandlar onani qaramog'ida bo'lib, ota farzandlar ta'minoti uchun o'z vaqtida moddiy yordam ko'rsatmasa, farzandlar tarbiyasida ishtirok etmasa, farzandlarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlamasa, farzandlarni yolg'iz ta'minotini amalga oshirayotgan ona sudga murojaat qilib, turmush o'rtog'ini aliment masalasida sud buyrug'i tartibida yoki hal qiluv qarori tartibida alimentga berib aliment undirishi mumkin. Xuddi shu tarzda turmush o'rtog'i, ya'ni erkak kishi farzandlarning ta'minoti bilan shug'ullansa, ayol kishi farzandlar ta'minotiga o'z ixtiyori bilan yordam ko'rsatmasa, erkak kishi ham ayol kishini farzandlar ta'minoti bo'yicha alimentga berishga huquqi bor. Ya'ni yoki sud buyrug'i tartibida yoki hal qiluv qarori tartibida aliment undirish to'g'risida sud qarorini chiqartirib, aliment undirishga berishga haqli. Endi ayni narsalarni farzand deb boya yuqorida aytib o'tdim. Farzand qanday hollarda aliment to'laydi? Farzand 18 yoshga to'lib, ota-onasini qaramog'idan chiqib ketsa va ota-onasiga moddiy, ya'ni ota-onasi ishlash imkoniyati cheklanib, sog'lig'i yomonlashsa yoki bo'lmasa boshqacha tartibda o'zlarini eplay olmay qolishsa, farzanddan yordam kutishadi. Agar farzand o'z ixtiyori bilan ota-onasini ta'minotini amalga oshirmasa, bunday farzandlarni yoki bitta farzand bo'lsa, bitta farzandni ota-ona alimentga berishga haqli. Endi uchinchisi, ota-ona dedik. Ba'zi bir farzandlar 18 yoshga to'lganda oliy ta'lim muassasasiga kirishi mumkin yoki kollejga kirishi mumkin. Mana shunday hollarda kollejning kontrakt to'lovini yoki universitetning kontrakt to'lovlarini amalga oshirishga o'zini imkoniyati cheklangan hollarda farzandlar ota-onasini yoki ota-onasidan biri mavjud bo'lsa, ulardan birini aliment undirish, faqat bu aliment tartibda bo'lmaydi-da, qo'shimcha moddiy yordam talab qilib sudga murojaat qilsa, sud ishni atroflicha o'rganib chiqib, farzandni ota-onaga nisbatan moddiy yordam so'rab qilgan murojaatni qanoatlantirib, hal qiluv qarori chiqarilishi mumkin.